sizlar bilan qanaqa qilib Podblocksda dastur yozishni o'rgataman. Faqat menga birinchi o'rinda bu videomga like bosing va kanalimga подписаться bosib qo'ying. Sizlarga kerak bo'ladi dasturlashni agar sizlar o'rganib olsanglar, bu eng katta yutuq. Bilaman, qiyin bo'lishi mumkin. Lekin biz bosib o'tgan holatda biz уже katta bo'lganimizda, уже 13-14 yoshlarimizda уже kuniga $1000 topadigan inson bo'lishimiz kerak. Birinchi bo'lib men sizlarga hakkerlar qanaqa qilib parolni topishadi, mana o'shani o'rgataman. Mana parolni tekshirish, parol kiriting. Mana xohlaganimizcha mana ismim bilan Islom Azizov olgan raqam. Parol kiriting deb chiqaveradi. Negaki nima bo'pti, xatolik ketgan. Negaki siz bu parolni topolmadingiz. Siz buni topish uchun raqam false, katta harf false, kichik harf false, belgi false. Faqat bo'ldi, tushundim. Bunda biz faqat ism kiritib olganmiz. Parolni kiriting, ko'rdingizmi? Mana yana 23-42. Parolni kiriting. Islom 23-42. Parolni topolmayapti. Hakkerlar mana shunaqa ishlaydi. Sizlarni kodinglarni topish uchun. Mana shunaqa xohlagan narsalarni olishadi. Mana ko'rdinglarmi? Chiqarib yubordi o'sha. Xato ko'payib ketganini. Biz endi birinchi bo'lib boshlaydigan narsamiz buni chiqib ketamiz. Просто sizlarga mana shunaqa hakkerlar anaqa qiladiganni ko'rsatib qo'ydim. Birinchi bo'lib qanaqa mana Podblocksni o'tkazib olamiz. Buni o'tkazishni men unchalik bilmayman, chunki buni ustozim o'rgatgan. Ustozim PDP'si bo'ldi, o'qiyman men hozir. Buni sizlar bilan bilib olishingiz mumkin. Mana C++ UDMR deb yozsanglar Google'ga mana shunaqa chiqadi. Va ish muhitini tayyorlash. Mana shunaqa Podblocksni deb bosasizlar. Mana shundan so'zlar bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Mana men ko'rsatib qo'ygan qaysilarni bosishni. Mana bunaqa chiqadi. Xo'p, bizga bu kerak emas, menga. Mana bosganingizdan keyin kirasizlar. Kirganingizdan keyin create new project turadi. O'sha yerga bosasizlar. Console application tanlaylar, bular boshqa dasturlar. Console application tanlaysizlar va chiqqandan keyin C bilan C++ bo'ladi. C boshqa til, C++ boshqa til. C++ ni bosasizlar va xohlagan nominglarni berasizlar. Masalan, o'zgaruvchi deb yozamiz. O'zgaruvchi. Va mana yana chiqdi. Yana enter bossanglar yoki finish bossanglar mana bunaqa chiqadi. Sizlar mana bunaqa joyga kelib qolgan bo'lishi mumkin-da. Bunday qilasizlar, projectga kirib, mana bunga bosasizlar. Mana chiqdi. Oynamiz chiqdi. Hello world. Bu so'z mana bu boshidan tushuntirib ketaman. Bu bizning kutubxonamiz. Bu ham bizning kutubxonamiz. Bu nimaga kerak bu kutubxona? Bu pastiga mana bu kutubxonamiz nega kerak desanglar, men ikkita kutubxona, o'zi kutubxona nima desanglar, kutubxona o'zgaruvchilar, har xil narsalar, kodlar
saqlab turadigan narsa o'zi ichida bo'ladi. Sizlar yozsanglar bo'ldi. Endi bilaman, sizlar bilmaysizlar, men ham bilmirdim. Sizlar xohlagan o'sha mana mana qiladigan yozsanglar bo'ldi. Bu C++da mana men bu faqat mana bunaqa yozmasdan oldin std, keyin mana bunaqa yozib, keyin mana bunaqalar yozishganda uzoqqa cho'zilib ketgan. Shunga mana bunaqa user namespace std deb yangi o'zgartirish kiritilgan. Int main bu shunaqa joyi yozish kerak pastiga. Cout bu mana bunaqa joyga chiqaradi. Mana chiqdi hello world deb. Ishlayapti o'sha dasturinglar. Bu yoqqa biz mana bunaqa yozsak hello world emas, balki voy Ctrl C qilsanglar orqaga qaytadi. iStreamer deb mana chiqadi. Ko'rdinglar? iStreamer deb chiqdi. Returndan pastda hech qachon yozmanglar. Hech qachon. Bu juda ham xatolik kiritiladi. Cout botga handle qo'ymaymiz. Handle bu pastga tushirib beradi. Hozircha kerak emas bizga. Mana iStreamer hayot o'yindan iborat emas, balki kod yozishni bilsangiz tamom. Короче, nima deb yozdim bilmayman. Buni уже handle deb yozishimiz kerak, buni pastga tushirish uchun. Va mana qanaqa natija chiqargan. Coutda natija chiqmayapti. Chunki biron narsa xato ketgan. Mayli, handle yozib qo'yamiz. Nega bu yerda ham xato ketgan desanglar, nega desanglar, mana agar buni yozmasanglar sizlar umuman ishlamaydi dasturinglar. Nima ishlamayapti deb kommentariyada yozmanglar. Hayot o'yindan iborat emas, balki kod yozishni bilsangiz tamom deb yozib qo'yganman. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Boshqa videolarimda boshqa narsalarni o'rganganlarimni o'zim aytib beraman. Sizlar Coutni bilsanglar bo'ldi, ichiga nima matn yozsanglar ham bo'ldi. Hamma narsa o'yindan iborat emas. Endi o'yin ham iborat. Stream qilib pul topishinglar mumkin. Mana men stream qilib pul topmoqchiman hali beri, lekin pul kelmadi. Inshaalloh sizlar поддержка berib tursanglar pul keladi va sizlarga men podarkalar tayyorlayman. Notebooklar, kompyuterlar, kodlarni tekinga sotib yuboraman. Bu уже kodlar $10,000 ham oshiq turadi. $1 million boradi. Ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar.